Nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq pul topadi? Uylanmaganmi, uylanganmi? Mana siz hozir 20 yoshdasiz, siz o'ylayapsizki, men pul topib olishim kerak, uy-joy qilib olishim kerak, keyin uylanaman degan fikringiz bor. Men aniq bilaman, chunki aksariyat Z avlodda shu. Men o'zim ham 27 yoshgacha shu ahvolda yurganman. Pul topaman, kvartira qilaman, uy-joy qilaman deb yurganman, qilganman, lekin nisbatan juda ham baraka past bo'lgan. Ana endi 27 yoshda uylanganimdan keyin menda 2x, 3x ga tez o'sishni boshlaganman. Nimaga? Chunki meni mas'uliyatim paydo bo'lgan, xotinim bo'lgan, undan keyin 2 yilda farzand, yana bitta farzand. Endi siz 4 ta odamga mas'uliyatingiz ko'payadi. O'shaning uchun sizda 4 barobar motivatsiya bo'ladi, 4 barobar harakat ko'p bo'ladi. Siz yoshligingizda bu narsani ko'tara olasiz. Va shu asnoda sizda motivatsiya bo'ladi va shu asnoda sizni tez o'sishingizga yordam beradi. O'shaning uchun maslahatim hali ham kech emas, 20 yoshdasiz uylanib oling. Mana nima deb o'ylaysiz? Kim ko'proq pul topadi? Uylanmaganmi, uylanganmi? Mana siz hozir 20 yoshdasiz, siz o'ylayapsizki, men pul topib olishim kerak, uy-joy qilib olishim kerak, keyin